Arkadaşlar bugün sizler bilen TV'men ve biz bugün Angestax.aternos.me'ni abzor qilamiz chunki unga bu serverga yaqinda Viper'lar va zo'r narsalar qo'shildi. Men hozir medik agar yana ko'p bo'laversam yana rank berishlari mumkin. Bu keys joyi mana boshqa serverlardan olingan va unga kalitlar kerak. Bu yerdagi ham keyslar, bunga kalit kerak. Bu ender chest va ETP to'g'ri taxlashmagan. Bu joy warp mine. Bundan agar kirkalas, agar kit deb yozasizlar, ana bunday chiqadi. Glava va sponsor. Sizlarga glava yo sponsor beriladi. Ulardan so'rang. Kit olasiz va shu kirka olib kuchayarasiz. Va keyingisi Warp PvP. Ana Warp PvP'ga kerak odamlar urushib o'tdi. Mana buni tanigan bo'lsangizlar, bu X7 Samayev. Bu videolarni buni obzor qilish uchun so'rashim kerak. Masalan, uning kanali YouTube bilan bo'lsangiz biladi. Uning kanali kuchukcha Rizerjon katta harf bilan. Agar ko'rmoqchi bo'lsangizlar, unga obuna bo'linglar. Va bu mana bunday qilib ETPga yetsangiz bo'ladi. Mana o'sha qilib eventlarga borsangiz ham bo'laveradi. Va token shop. Bu mana bu bloklar. Bularni pulga sotib olsangiz bo'ladi. Bu decorationlar, mana bazalarga chiroyli qilib bezatsangiz bo'ladi. Bu resurslar minedan oladigan va qo'shiq kartalari, bloklar sotib olasiz deydi. Bu yerdagi hamma narsalar qo'ylardagi tushadigan narsalar shu qilib sotiladi va nima shu qaysidir narsaga mobni o'ldirasizlar va shu narsa tushadi va sotib olsangiz bo'ladi. Enchanting. Bular kitoblar. Agar kreativda ko'rgan bo'lsangizlar, bular eng oxirida bo'ladi. Bularni o'zi serverlarda ham qo'yishgan, kuchayish uchun armonlaringizga qo'shib qo'yasizlar. Va ranglar gullardan rang qilsa bo'ladi va ranglar ham bor. Pul kerak sotib olish uchun. Va haydagan ultra hamma narsa kerakli narsalar shuda. Food, ovqatlar, decoration, bu yerda ham bor. Spawnerlar, mana shuncha spawner bor. Va redstone, bulardan narsa qursangiz bo'ladi. Masalan, trap yo boshqa narsa. Bu damlamalar juda ko'p ishlatsangiz bo'ladi PvP'da. Yo'qotishda speed. Va bugun sizlar bilan TVmen bo'ldi. Va bu Angestax.aternos.me. Kiringlar va o'ynanglar. Mazza qilinglar. Bu yerda kuchayish juda oson. Mana shuncha aktiv bor. Odamlar kiradi, lekin sizlar ko'rmagan bo'lsangizlar, kiringlar, yaxshi